Hammaga assalomu alaykum hurmatli futbol muxlislari, hammanglarga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Avvalambor kanalimga xush kelibsizlar deb qolaman. Xudo xolisa bugungi videomiz bugun payshanba, mana Texnoobodda bo'lib o'tdi. Kichkina bo'lsa ham uncha yengil bo'lmadi. Xudo xolisa mana kirib oldik futbolga ham. Mana qanaqa mashina bugun bizga yangi paklar qo'shilgan. Mana bu yerda Kistali pakda Nedved bilan Gullit kelgan, gol pocher boshqa narsa kirdi. Gyökeres, Musiala, xolos paklar ko'p. Hammasiga free, kimga free bergan bo'lsa, hammasini olib chiqqanman. Kirgan edi o'zim bitta, ikkita, uchtaga o'zi free beradi. Men ikkita Chempionlar Ligasini o'ynab oldim. Mana buni ham o'ynab oldim. Mana bu yerdagi bu pakdan mana. Bu pakdan menga sizlarga kim tushdi? Kommentariyga yozib qo'ying. Bu pakdan menga bitta dona eng omadsiz o'yinchi mana bu Dabba tushdi. Uzr so'kinganim uchun mana bu Dabba Berbatov tushdi. Eng tushmasa tush kerak o'yinchi tushdi, qaranglar. Mana bu yerdan Ronaldinho, Totti, Gerrard turgan, Kafur turgan payt Berbatov tushdi. Xudoyim a. Namchi peshanam sho'ray. Sizlarga kim tushdi? Kommentariyga yozib qo'yinglar. Xullas bugun qanaqa free bo'lsa hammasini olganman. Xudo xolisa bugun birinchi bo'lib freeni ochamiz. Xudo xolisa Ilyam Chempionlar Ligasi Spotify'ga ham, обычный Spotify'ga ham free olganman. Kelani bitta ochib ko'ramiz. Bunga bitta ochamiz, mana freeni ochamiz. Ikkinchisi o'yinchisi esa mana bu Chempionlar Ligasi Spotify'ga ketamiz. Yoki Dembele bor ekan. Dembele menda ikkita kartasi bor. Lekin bu yerda Trent bor, Güler bor, Yamal bor. Oyoyo, Kai Havertz AMF bo'lib chiqqan. Ular mash chempionlar mash karta mash paketida hammasi tushdi. Shuningdek xursand bo'lishingiz kerak. Chunki hammasi klass o'yinchilar, zo'r o'yinchilar. Bu pakni ochish kerak, lekin kimda ko'z bo'lsa ochinglar do'stlar. Men ochaman hozir. Eng zo'r pak mash chempionlar ligasi hozircha men ko'rgan bo'yicha. Bu yerda обычный pot. Bu yerda Sherki bor, mana Van Dijk, Barella. Qolgan Leon Moreira chiqibdi. Gibbs White xeytri qilganiga chiqdi. Xullas bu yerda oddiy обычный pot bo'lgani uchun uncha qiziq emas, lekin men bu yerda bitta o'chaman. Menga tushsa Sherki tushgani yaxshi yoki Van Dijk tushgani yaxshi himoyaga. Ko'ramiz kimning omadga bog'liq. Xudo xolisa bugun hamma free bugun ochamiz do'stlar. Xudo xolisa vaqt qolsa bitta gameplay ham xudo xolisa qo'ramiz pot pak bilan. Xudo xolisa inshaalloh. Bo'pti, ketdi unda. Birinchi marta baribir tushmaydi bu pak. Shuncha bemalol ochiraman. Baribir tushmaydi bu yoqda. Tushmas 200 talik pakda hech tushmagan freega. Hadamgidek mana kim tushdi? Wolverhamptondan Krejci tushdi. Bechara Wolverhampton ham shu Championshipga tushib ketdi rasman, bechara Wolverhampton. Qanaqa o'yinchilar o'ynardi u yoqda? Ruben Neves, Joe Palhinha, Palhinha emas, Joe Moutinho, Diogo Jota. Shunda komanda tushib ketdi Championshipga bechara. Ketdi bu yerdan kim bor? Bu yer Turk ligasidan Asensio chiqqan. Men bilganlarim Asensio bilan Ugarjan Chakir tushgan. Chiqqan. Men bilgan qolganlari обычный Turkiya ligasi bo'lsa kerak. Bu yerda ham hech kim yo'q, chunki ma'lum edi. Do'stlar, qaranglar kim tushdi? Abbosbek Fayzullayev menga tushdi. Do'stlar, qaranglar. Bu omadda bu ham. Oddiy kartlar, lekin baribir Abbosbek Fayzullayev tushdi do'stlar. Mayli tushmasligi aniq edi bu yerda. Bu yerda umuman kerak emas. Tushsa ham baribir o'ynatmayman. Sotib o'taman. Legenda tushsa ham o'ynatmayman baribir. Tushmaydi ham chunki Inoyi bir balosi tushdi. Mayli, yo bo'yi o'tib ketdi. Xudo xolisa mana endi eng muhim kutilgan paklar. Bu o'tib pak ochamiz xudo xolisa. Birinchi bu mendan bu yerda aytganimda Sherki yoki Van Dijk. Xudo xolisa mana Sherki Ronglech Kuril chiqqan AMF stilida. Creative playmaker, mana driblinglari bor, ball control bor, lofted passlari bor, finishingga zo'r emas, bor lekin finishing ham. Ili kicking powerlari ham normal, acceleration, speeddan zo'r ekan, zo'r chiqqan. Buni bostirmidi? Buni bostiri nimaga ekan? Buni hozir ko'ramiz. Buni bostiri texnikaga ekan, mana driblingga qo'shib berar ekan, loft passga bilan passingga qo'shib berar ekan. Yomon emas, kelib, menimcha bu ham 1-1 bo'lsa kerak. 1-1 yoki 100 bo'ladi. One day bu Devorts ham bo'ladi. Oxirgi minutda urib ketdi, build up skillida. Brightonga qarshi oxirgi minutda urib ketdi lekin. G'alabani ta'minladi Maladash, men asosiy himoyachi. Skilli lekin statistikalar lekin Van Dijkga tortmayapti. Statistikalar past, lekin hali anaqa qo'ysa, tarkibga qo'ysa lekin yana oshadi xudo xolisa. Yomon emas statistikалari. Van Dijk bu ham 1-1 yoki 100 bo'ladi.
Mana xudo xohlasa ketib frega ochamiz. Kim tushadi mayli. Kim tushsa ham Sharkiy yoki Van Dayk. Kim tushdi bizaga? Oli Watkins tushdi. Yomon emas. Buni ham o'ynab ko'ramiz. Chunki men просто emotsiya bildiraman tushsa ham, chunki bu emotsiya qiziq emas bu pak menga shuning uchun. Asosiy urg'u mana bu pakka berilgan menimcha. Konami mana shu pakka urg'u bergan. Bu yoqda men hozir 3 ta ochaman, 2 ko'ysim bor, 50 ta free ochaman. Bu yoqda menga chunki trendda umuman kartasi yo'q menda. Real Madrid kartasi ham, xohli Yevropa kartasi bo'lsin, umuman menda kartasi yo'q trend. Shuning uchun menga trend tushishini xohlayman. Xudo xohlasa tushadi trend. Attacking fullback. Albatta buni paslari zo'r. Paslari bor, speedi ham bor, kicking powerlari ham bor, stamina kuchani unaqasi ham bor. Buni skillari, buni one touch pass, yo'lga berilgan pas bor. Ping pong, crossing bor, lofted pass, xullas shikrat paslar berilgan. Trent Alexander har doimgidek hamma biladi buni. Kimni bildiruvchi emas. Buni boosteri yo'q ekan, lekin booster faqat 2 ta o'yinchiga berilibdi. 3 ta o'yinchiga, 4 ta, 5 ta o'yinchiga berilibdi mana. Ademola Lookman, David Raya, Marquinhos, Arda Güler, Usmon Dembele. Buni menda kartasi bor, 2 ta kartasi bor menda. Uning uchun bu qiziq emas menga. Lamin Yamal. Buni menda bitta, 2 ta kartasi bor deshmasa. Bitta kartasi bor, ana Olmo bilan McAllister pakidan tushgan 100 reytingli bitta anaqasi bor menda. Kartasi bor. Creative playmaker mana skilli. Driblinglari bor. Lofted passlari yomon emas, finishinglari bor, double touch bor mana. Long range curl, yo'lga berilgan pas bor. Pasga tushamiz hozir. Speed bilan acceleration 90 qo'ysa bir 92-93 bo'ladi, adashmasam. Kicking powerlar ham yomon emas. Balans hammasi zo'r. Va nihoyat Bavariyaga qarshi fenomenal o'yin ko'rsatgan Arda Güler. Bu ham creative playmaker skillida chiqqan. Mana buni driblinglari bor, paslari bor, lofted paslari bor, finishlari bor. Kurul yomon, dahshat chiqqan, 90 chiqqan, tagging chiqqan, paketlari yaxshi beradi. Bu yoqda mana kicking powerlari 90, o'shada 90 dan xohlasa, acceleration speedlari normal, zo'r karta chiqqan Arda Güler menimcha. Buni skilli double touch, blitzkrieg yo'q ekan, blitzkrieg yo'q ekan, noliga blitzkrieg tepmadi ham endi kurilib buni 90 bo'lgani uchun balki qo'shgandir qarab ko'rdim. Buni boosteri finishingga beradi, kurulga beradi, kicking powerga berar ekan. Yomon, bu ham zo'r karta. Xullas menga aytgandim mana Arda Güler, Trent Alexander-Arnold, Yamal yoki Marquinhos yoki David Raya. Mashqdan yetgan 5 tadan tushsa bo'ldi. 3 ta tushsa bo'ldi xolos. Ketdi mana free o'chamiz. Trent, Arda Güler, Yamal, Raya, Marquinhos. Ademola Lookman. Aytdim, Ademola Lookman tushdi, yomon emas. Qo'yib ko'ramiz xudo xolos buni ham. Mayli, xudo xolos 2 sekund qoldi. Trent bilan Arda tushsa zo'r bo'lardi. Hatto Trent tushsa ham zo'r bo'lardi. Trent kartasi menda umuman yo'q-da. Ketdi, bismillahirrohmanirrohim. Trent Alexander-Arnold. Trent do'stlar, nihoyat birinchi kartasi menda bor. Vamos, Trent Alexander-Arnold. Nihoyat menga bu ham xudo xolos 100 bo'ladi adashmasam. Trent tushdi, xudoga shukr. Umuman kartasi yo'q bo'lgani uchun tushunasini xohladim men shuni. Endi bitta qoldi, yo Arda Güler yoki Yamal. Ko'ramiz kim tushsa ham tushdi. Arda tushsa ham zo'r bo'lardi, lekin yo Luis Suarez tushdi desam. Yo Morgan Human test tushdi. Human Sportingdan tushdi, DMF. Yomon emas, mayli endi bu yerda eng muhim narsa o'zimiz xohlagan bitta o'yinchi bo'lsa ham tushdi. Bu trendda. Mayli, bu yerdan endi oxirgi pak ochishimiz, xudo xolasa. Mana bu pak bo'ladi. Bu pakdan aytib o'tganimda menga bitta Berbati tushdi. Men o'zim xohlayotganim Gerrard yoki Totti, Ronaldinho tushib qolsa ham yomon emas. Cafu ham yomon emas. Cafu hozir kerak, chunki menga trend tushdi. Bittada 10 ta bosamiz, xudo xolasa ketdi mana. Omadimizni sanab ko'ramiz. Blagonevichni bo'larmidi? AMF yo tushmadi. Afsuski tushmadi. AMF bilasiz tushdi, qo'ygan hammasi dabba o'yinchilar. Kerak emas bizga bular. Tushmadi-da do'stlar. Bismillahirrohmanirrohim. Bittada kim tushardi bittada? Na Ronaldinho bor, na
Totti, Totti, Ronaldinho yo'q. Highlights'ni eng pastdan berganini qaranglar, eng past ikkitasidan bergan. Gerrard, Totti, Ronaldinho yo'q, quladi pak. Afsuski. Boshqa free ham qolmadi menda. Qaranglar, nechta ochganman. Xudoyim. Bunga menga boshqa free qolmadi. Shuning uchun tugadi. Bitta Berbatov bilan kafolatlandi. Bitta Berbatovni nima qilaman men? Mayli, omadimiz kelmadi bu pakda. Mana bu yerda ham yo'q mana qarang, olib bo'lganman, qolmagan chunki boshqa free bera olmaydi menga. Mana bu yerning hammasini missiyasi tugatib bo'lganman. Xullas shunaqa bitta Berbatov bilan tugadi shu pak, boshqa hech kim tushmadi. Omadimiz kelmagan ekan. Mayli, xudo xolos bilan endi potifga bitta qo'yib ko'ramiz. Hozir potif sastavga o'taylik-da. Potifga bitta qo'yib ko'ramiz bularni hozir. Arda Güler ham tushmadi. Mayli, hech narsa qilmaydi. Hozir yangi olgan futbolchimiz qo'yib ko'ramiz do'stlar. Bu yerda mana Trent Alexander-Arnold 100 tushdi mana Trent. Bu ham hamcha 100 bo'lib qoladi. Buni kim o'rniga qo'yib turamiz? Buni o'rniga qo'yib turaylik deb aytdim, bu ham 100 bo'ladi. Va Ollie Watkins. Buni Robertson o'rniga ekan. Robertson o'rniga qo'yib, buni o'rniga qo'yib turaylik-da. Lekin Holland o'rniga qo'yib turamiz. Bu 99 bo'lar ekan. Ili yana bitta bizda bor, mana DMF. Buni o'rniga qo'yib turamiz. Bu 99 bo'lar ekan, buni o'rniga qo'yamiz. Yangi futbolchilarimizni qo'yib ko'ramiz, xudo xolisa mana. Ademola Lookman. Mana bitta, ikkita, 3ta, 4ta tushdi. Mana 4tasi tushgan. Masalan, bitta o'ynatib ko'ramiz endi. Kayfiyatda hozir tushgan, hozir olgan kayfiyatlar, olgan paklarimizni kartalarni hammasini A turibdi mana. Bitta vaqti A kayfiyatda lekin qo'yil. Bu hozir buni divizionda bitta sanab ko'ramiz. Bir kayfiyatim xirq ekan, o'shani Ronaldinho'si bor pakdan tushmadi-da. Menga hatto bir Totti yoki Gerrard tushgandan zo'r bo'lardi. Tushmadi-da. Bitta Berbatov tushdi. O'sha pak omadsiz kelgan uchun asabim chiqib turibdi lekin. Mayli, omadimiz kelmagan, shu nasib qilmagan ekan bizga tushish, mayli. Keyinlarda sinab ko'ramiz xudo xolisa. Mana hozir bitta yutsam divizion 2 ga chiqar ekanman. Mayli, buni qo'yib ko'ramiz. Lekin hozir 2 minut. Bo'ldi, potif pakda ekan. 2 minut sinab ko'ramiz hozir. Do'stlar, sizlarga kim tushdi potif pakdan? Chempionlar Ligasidan kim tushdi? Shu Chempionlar Ligasi potifdan yoki shu aytganimda Ronaldinho pakdan kim tushdi? Albatta kommentarga yozib qo'yinglar. Omadlilar bormikan? Ko'ringlar, kommentariyada qani. Kim omadli ekan shu pakdan? Nechta pak ushlagan ekan? Nechta epik ushlagan ekan shu Ronaldinho'si, Tottisi bor pakdan? Menga bitta Berbatov tushdi bo'ldi. Videoni ko'rayotganlarga oxirigacha ko'ringlar, chunki juda qiziq bo'ladi. Mana ko'rdinglar, hozir gameplay bo'ladi. Albatta videoga like bossam esdan chiqmasin do'stlar. Eng muhim narsa videoga like bosib, kommentariyga yozib qo'yinglar kim tushgani va yana bitta eng muhim narsa kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Obuna bo'lsanglar, xudo xolisa tezroq 50 ta bo'lsak, 50 ta bo'lgandan keyin YouTube'da stream qilsa bo'ladi. Ochiladi yana 50 ta bo'lgandan, 50 ta podpisчик bo'lgandan keyin bemalol sizlar bilan streamdan o'ynashamiz, xudo xolisa. Streamdan bemalol o'ynaymiz. Oddiy anaqa oddiy komanda reytingi past lekin o'yinchilar, normal o'yinchilar bor ekan mana. Yaya Ture bor. Lekin tushunmagan narsam bu yerda mana qaranglar. Olmoni hujumga qo'yib qo'yibdi. Olmo hammasi bo'lib chiqqan. Balki hujumda o'ynar endi. Bilmadik-ku. Men sanab ko'rmaganman. Bu yerda kayfiyat A Robertsonni qo'yib turdik bu yoqqa. Hujumda Robertson, hujumda Olise dedim men. Ollie Watkins kayfiyati zo'r, shuning uchun uni almashtirmaymiz. Himoyada Cristiano Romero, Kubarsi kayfiyati vobshe tushib ketgan, buni o'ynata olmaymiz buni. Romeroni qo'yib turamiz. Mana Gehi ham yaxshi lekin. Mana shuni hozir o'ynatib turaylik deb, hozir link up ishlarmikin bu yerda. Bu yerda link up yo'q ekan. DMFda bizda kelmadi. Ancha o'rman ekan. Mayli, ketdim deb bo'lsamiz. Bugun xolos ko'ramiz trend paslari qanchalik oshir ekan. Men aytgancha trendni o'zimni
основной tarkibimga ham qo'yaman, chunki основной tarkibimda mana RBda Kimmix o'ynayapti. Reytingi past. Shuning uchun Kimmix o'rniga mana shu Trentni qo'yaman. Davolash zo'r bo'ladi. Trent nimaga booster bilan chiqarmadi ekan? Booster bo'lib chiqarsa 1-0, 1-2 bo'larmidi? Ha, mayli. Ko'ramiz. Bizlar Sardor Shoturberg raqib emas, tojiklar. Tojikistondan keladi. Tojikistonda bas qo'yibdilar. Mayli, unda ketdik. Let's go. Watkins ketdi. Simmons yetmadi ozgina. Trent himoyada baribir salabiyligini hamma biladi. Trent o'zi hujumchi bo'lsa bo'lar, hujumda qo'ysa bo'lar ekan. Uxti. Ebe, shoshib qo'ydi raqibimiz Shevchenko bilan. Samba, Hujmand. Ne unga beradi? Men DMFga berayotgandim-ku. Va shu yoqqa ketib qoldi koptu. Yaxshi, Hujmand. Bitta borib olib qo'yapti. Bular вообще. Yaxshi, bizda Vartar bor. Ikkinchi qavatga beramiz. Watkins qanaqa ko'ramiz ikkinchi qavatda? O, zo'r ekan. Simmons bitta pas. Voy, o'tmadi. Watkins o'tganda shedevr pas bo'lardi Trentdan, lekin ozgina udar bersam bo'lar ekanda. Schlotterberg. Nima qilyapti bu raqibimiz, tushunmayapman. O'z bilan o'zalashib yuribdimi? Mayli. Let's go. Xolos yutamiz va ikkinchi divizionga chiqamiz. Sizlar qaysi diviziondasizlar? Uni ham kommentariyaga yozib qo'yinglar. Birmisizlar birga chiqinglar, yozib qo'yinglar. Juda birga chiqish ham oson emas hozir. Va nimaga deb bordim? Ketdi Watkins. Simmonsga o'tadi. Ay, o'tmadi Simmonsga. Himoyada Robertson zo'r. Simmons o'tib ketdi, Watkinsga ketdi. Bitta dribling. Voy, dribling ham o'tmayapti-yu. Nimaga bunaqa? Bu yerda Shoturbergga bermaydi Shoturberg. Niko. Trentga beramiz hozir pasni. Trentdan ikkinchi qavatda Watkinsga berib ko'ramiz, qarang. Sinab ko'ramiz paslarini. Oy, o'tdi. Nimaga Van Dijk borib top qo'yapti Van Dijk. Watkins shuni berib qo'yapti Van Dijk, ko'rib bilmayman. Yaxshi Gehi. Simmons. Watkins. Ketdi Rafinha. Voy, aldolmayman, bilan dribling kech qilib qo'yaman. Ping вообще kech qo'yapti. Ping otib qo'yapti. Shundan dribling qildim men o'sha yetolganda. Qilishga juda qilmayapti. Kech qolib ketyapti. Kim edimi, ha? Nimaga ozgina shoshib qo'yaman-da. Kimga beryapsan? Pas ukam. Himoyada biton turibdi, himoyada Shoturberg. Bruno Fernandes. Aytdim-ku, DMF qani yaxshi Hujmandmi kim? Lekin pasni eplab bera olmadi. Yana qolib qo'ydi, yana pas. Simmons Rafinhaga pas o'tmadi. Javi Simmons, Hujmand, Bruno Fernandes, yaxshi Bruno. Yaxshi. Bitta pas Rafinha ketdi. Voy, qanaqa pas? Voy, kimga pas bu? Voy, men paket bergandan keyin olib qo'yadi deb o'yladim. Voy, onasini yemsan. Voy. Tepalgan joyi edi deb men pas bera olganimni qarang, pas bosib yuboribman. Paketdan keyin olib qo'yadi deb o'ylab men pas bergandim. Voy, do'stlar. Shunday imkoniyat. Shoshib qo'ydim. Soat 2 soat tex tugagandan keyin shuna kirdim peskga, hamma friglarni o'ynab chiqqandan keyin shuna mana o'sha video olaman do'stlar. Joyida video olaman. Shuning uchun albatta qo'llab-quvvatlaydigan bitta kommentariyaga karta qoldiraman do'stlar. Karta xohlagancha anaqa qilsanglar bo'ladi. Kanalni qo'llab-quvvatlash uchun bemalol xohlagan summalarni jo'natsanglar bo'ladi.
anaqa majburiy emas donat. Faqat kim xohlovchilar bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yaman. Kartamma. Xohlovchilar, kanalni qo'llab-quvvatlovchi, sifatli kontentni xohlovchilar bemalol donat qilishingiz mumkin. Aytib o'tgan donat majburiy emas do'stlar. Hamma mensiz kim farqi yo'q. Shuning uchun kommentariyaga bitta kirib o'tsanglar bo'ladi. Ketdi hozircha full fokus hozir o'yinga qarashimiz kerak. Trent yaxshi, Samba yaxshi, Ademola, Lukman, Robertson, Bruno, Lukman. Bitta pas. Kimga pas? Paslarda вообще adasholmanda pas berishdi. Umuman bilmayman, adasholman. Shosholmanmi pas berishdi? Tushunmadim mana. Ketdi. O, mana Lukman. Tezlikda ketdi Lukman. Lukman o'tib ketdi. Va gol! Ademola Lukman. Birinchi o'yindayoq buni tezligi balandlaganmi deyman, qaraganim tezligiga. Tezlikda o'tib ketdi lekin qoyil. Gol ham urdi, malades. Iloji boricha yangi tushgan o'yinchilarda gol urishga harakat qilaman, shuning uchun vaziyatlar kam bo'lyapti. Yangi tushgan o'yinchilarda mana Watkinsda, Ademola Lukman shoshib qo'ydi mashta. Ko'pda kelmadi. Yaxshi DMFda zo'r o'ynayapti hozir. Ko'pdan qo'yyapti. Zo'r DMFda paslar sal xato qo'yman paslarda. Qayerga ketyapman men endi bratishga? Qo'ying, qayerga ketyapsiz? Rafinha. Ketdi xato mana. Xato va gol. Ashti yopilmadi-da Robertson. Xudoyim, ketdi Watkins, ketdi Simmons, ketdi. Voy, Xavi Simmons qayerga ketib qoldi? Sal buyoqqa Trentdan bitta uzoqqa pas beramiz, qani? Bu yoqqa berish qiyin edi, nima bu yoqqa berdim? Tushunmayman mana. Bitta o'tadigan, qadam o'tadigan emas. Bruno Fernandes. Yaxshi himoyada. Xavi Simmons. Pas berishdi bilet. Ketdi bitta Watkinsga. Watkins. Kimga beryapti? Onasini hamsini bilet. Trent ana уже qo'tyapti уже o'yin. Qayerga ketyapti bu? O'zchi. Ikkinlab. Yaya Ture. Bitta Lukman. Ber pas. Bruno o'ziga. Lukman tep. Voy, tepmaysanmi Lukman? Voy, Lukman tepmaydimi? Ademola Lukman tepish kerak edi. Mashti bilinadi internet pastligi. Ping qotib qoldi, kech tepadi, mana shu bilan anaqa ham quladi. O'tib ketsam bo'lardi-da, Lukman tepmadi-da. 5 ochko tashladi mana. Mayli do'stlar. Bitta biz ham gameplay qildik, o'yinlar sinab ko'rdik. Trend paslari zo'r, Watkins uncha ko'rinmadi, Lukman zo'r o'ynadi. Oxirida urganda vashka ketardi. Mayli. Videoni oxirigacha ko'rganlarga hammaga kattakon rahmat. O'sha men tilim ham kelishmayapti, asabim chiqqanda. Gapim ham bir-biriga qo'shmayapti. Xullas hammaga rahmat. Kommentariyaga aytib o'tganimda karta qoldiraman, bemalol qolgan summalardan donat qilsanglar bo'ladi. Majburiy emas donat. Like, podpiska bosishdan chiqmasin. Podpiska bosish, eng muhim narsa obuna bo'lish, like bosish, kommentariy yozib qo'yish. Hammaga kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar.